Hozirgi kunda bemorlar orasida Mounjaro preparati juda katta urf darajasiga ko'tarilgan. Shuni ta'kidlab o'tishim kerakki, uyqu rejimi va sog'lom turmush tarzi va harakatni tiklab olgungacha hech qanaqa preparatlar sizni sog'lom darajada ozdirib qo'ymaydi. Shu qatorida tirzepatiy, semaglutid va boshqa turdagi preparatlar ham shu guruhga kiradi. O'zim ham hayron qolaman-da, semizlik bilan kelayotgan har bitta bemor shunda talab qilishadiki, doktor, meni ozdirib bering, ozvolganimdan keyin vez qo'shmayman. Shu holatda qolay deb so'rashadi-da. Hozir ham mana ko'p bemorlar kelishyapti, Mounjaro preparatini menga nazarchasi qilib bering deb kelishyapti-da. Men har doim aytaman, Mounjaro preparatini olish uchun qat'iy ko'rsatmalar kerak. Mounjaro preparatini olganingizdan keyin, preparatni to'xtatganingizdan keyin 100% tana vazningiz qaytib kelish ehtimoli bor. Chunki bu sehrli tayoqcha emas. Bu preparat faqatgina siz o'zingizni tarbiyalab olish uchun, zararli odatlaringizni kamaytirish uchun, o'zingizni kontrol qilishingiz uchun ishlab chiqarilgan preparat va eng kerakligi bu preparat qandli diabetni ikkinchi turini davolash uchun va semizlikning ikkinchi, uchinchi darajasini davolash uchun chiqarilgan preparat. Lekin aksariyat holatlarda kelayotgan bemorlarimizda doktor 2 kilo vezim bor, 3 kilo vesim bor, 5 kilo tana vaznim bor, ertaga to'yim, iltimos, meni ozdirib bering deb murojaat qilishadi. Bu holatda bitta gapni qaytarib qolaman. Qandli diabet va semizlik ham bu surunkali kasallik hisoblanadi. Uni siz yillar davomida orttirib keldingizmi? Uni biz bitta dona preparat bilan bir 5 kun ichida davolab bera olmaymiz. Bu siz yillar davomida keltirib chiqargan odatlaringizni biz 5 kunda yoki 1 oyda yo'q qilib bera olmaymiz. Siz shu muhitda tarbiyalanib keldingiz. Endi bu yog'iga sekin astalik bilan to'g'ri hayotga qaytishingizni ta'minlab berishimiz mumkin faqatgina.